Assalomu alaykum azizlar. Bugungi kuningiz ham qutlug' muborakli bo'lsin. Mana biz bugun Oqtom dam olish maskanidamiz. Ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan bu yerda biz bayram dasturxoni yozib berishar ekan. Mana juda ham go'zal, chiroyli mana maskan ekan, mana ko'ryapmiz mana. Juda go'zal. Salimaxon, assalomu alaykum. Bayramingiz bilan. Rahmat, sog'liklaringiz yaxshimi? Rahmat, Allohga berdi shukr. Rahmat, mana yaxshi bahona, mana bayram bahona hammamiz ko'rishar ekanmiz inshaalloh. Inshaalloh, juda go'zal maskan, juda ham. Kelinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Shahzodaxon, Hasan Hayotxon, yaxshimisizlar? Bayramlaringiz bilan inshaalloh. Mana mana bayram munosabati bilan mana diydor g'animat deydi-yu, inshaalloh. Inshaalloh keldik. Hozir sizlardan oldin kelay. Olimjonni baribir topdimi? Sog' bo'linglar. Ustozlar, bugungi ulug' ayyom, qutlug' tantana sizlarga muborak bo'lsin. Ko'p yoshlarni ko'ringlar, nevaralar, chevaralar, nevaralarning ismlarini topolmay qolinglar. Ho'jaka, sog'lik, salomatlik hamisha yor bo'lsin. Shahzodaxon, sizam tilagingizni bildirib qo'ying. Assalomu alaykum azizlarim. Mana biz kechadan buyon bayram qilishni boshladik. Mana bugun Alisher hoji juda katta homiylar topib, mana shu joyda bar faxriylarimizni taklif qildilar. Biz juda xursand bo'ldik. Mana shu yerda biz 3 avlod uchrashuvi va bundan tashqari biz teletomoshabinlar va radio tinglovchilar savollariga javob berib, radio televideniyani bugungi va ertasi haqida maroq bilan suhbatlashamiz deb yaxshi niyatlar bilan keldik. Inshaalloh, sog' bo'ling. Barcha hamkasblarga muborak bo'lsin. Bayram muborak. Yangi yillarga o'tirish yana nasib. Inshaalloh, nasib qilsin, inshaalloh.